Kelgüsideki musulman ana. Ana ailenin asasıdır. Musulman ana öyde olturup dünyadaki en mühim ve en ulug' xizmat bilan meşgul buludu. U bolsumu farzandlarni tug'ib, ularni yaramlıq tərbiyələşdir. Çünki ana başqalarga qaraganda balaga en köp hemrah buladigan kişidir. Psixologlar balaning dastlabki yillarini insonning xarakterini shakllantirish jihatda uning hayotidagi eng muhim bosqich deb qaraydi. Shunga ona bo'lg'uchi qizini kelgusida bu ulug' vazifani ustiga ola oladigan qilib tarbiyalashi intayin zarurdir. Chunki u qizchaq kelgusida cho'qim bir ona bo'ladi. Albatta, to'y qilishdan yoki bolaliq bo'lishdan cheklaydigan ahvollar buningdan mustasno. Lekin muhimi qizini musulmon jamiyatiga alohida ta'sir ko'rsatadigan mushundoq ulug'vor xizmatga layoqatli qilib tarbiyalash. Tuvandikilar bir musulmon onaning kelajakda solih musulmon ona bo'ladigan qiziga singdiradigan ishlarning bir qismi. Birinchi, ana bo'libmi qizining oldida yo'ldishini hurmatlash. Uningga yolg'on gap qilmaslik yoki yo'q vaqtida uni tillamaslik. Ikkinchi, to'g'ri tarbiya usuli orqali qizining xatoliklarini tuzitib turish. Mushunday qilganda qizchaq bu xil tarbiya usuliga odatlanib, keyincha umu farzandlarni to'g'ri usul orqali yaramliq bolalardan tarbiyalab chiqa oladi. Uchinchi, ana qiziga qo'rsoq ko'tarish va bola tug'ish ishlaridan beyaram bo'lganligini yoki bezor bo'lganligini aytmaslik kerak. Agar ana yuqorqi ishlarda qiyinchilik tortayotgan bo'lsa, bu haqdagi paranglar er-xotinning o'ttirisida bo'lishi lozim. Agar undaq bo'lmaganda, qiz cho'ng bo'lganda qo'rsoq ko'tarishni va bola tug'ishni yomon ko'rib, tug'maslikni tanlashi mumkin. To'rtinchi, qiz anasining gap so'z va ish harakatlarini xotirlab, miyasida saqlab mangdi. Natijada umu ana bo'lganda anasining qilgan ishlarini ba'ayni tatbiqlaydi. Bolalarni namozga buyuradigan, qizlarni hijoblanishga, dars muzokara qilishga yoki urug' tuqqanlarni yo'qlashga buyuradigan ananing butun ish harakatlari qiziga bevosita ta'sir ko'rsatadi. 5. Tamoq etish, narsa kerak setib olish, televizorning oldida soatlab o'ldirish, arzimas yig'ilishlar bilan mashg'ul bo'lish, bolalarni tashlab qo'yib xizmat qilish qatorliq ishlar ananing eng muhim ishiga aylanib qolsa, bolalar yetarli ta'lim-tarbiya xizmatidan mahrum qoladi. Hatto qiziga onasining xarakteri singdi. Oqibatda u qizmi yotliq bo'lib, farzandlik bo'lganda farzandlarini yaramsiz qilib tarbiyalaydi. Demak, ana har bir ishiga alohida diqqat qilishi lozim. 6. Ana qiziga payg'ambar alayhissalomning tuvandagi hadisini eslatib turishi va uni yotlatishi to'liq muhimdir. Ayol homildor bo'lgandan boshlab bolasini emitib, uni ayirganga qadar Alloh yo'ldagi muhofizatchiga o'xshashdir. Agar u ayol ashu orliqda o'lib ketib qolsa, uningga shahidning ajri bo'ladi. 7. Ana yo'ldishining aytganlarini u yo'q vaqtdami bor holatiga o'xshash ijro qilishi, yo'ldishi bilan takallashmasligi lozim. Masalan, agar yo'ldishi televizor ko'rmaslikka buyursa, yo'ldishi sirtqa chiqib ketgandan keyinla televizor ko'rishi, agar yo'ldishi sirtqa chiqishga ruxsat bermagan bo'lsa, yo'ldishi yo'q vaqtdan foydalanib sirtqa chiqishi qat'iy to'g'ri emas. Bu haqda Alloh Qur'oni Karimda yaxshi musulmon ayol to'g'riliq mundaq degan: Yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. Erlari yanida bo'lmagan chaqlarda Allohning panohligida erlarining haqlarini saqlaguvchilardir. Bu oyatdagi itoat qilguvchi ayollardan maqsad Allohga, Allohning elchisiga, o'zining yo'ldishiga itoat qilish maqsad qilingan. Agar Allohga, Allohning elchisiga itoat qilib, eriga itoat qilmay azor bersa, u chaqda qilgan amallari bekor bo'lib ketadi. Allohning ayol kishidan rozi bo'lishi shu ayoldan erining rozi bo'lishi bilan zich munosabatlidir. Agar
Allah'ның buyruqlarına tuluq boysunup, eriga itaat qılmasa, erini narazı qılsa, Allah o ayalның qılğan yaxşı əməllərini bekarçı qılıb etidi. Bu vaqtga kelgan hadisga qarab baqayli. Abdurrahman ibn Avf'dan rivoyat qilindi ki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ayal kishi 5 vaqt namoz o'qisa, yilda 1 oy ro'za tutsa, o'zini pak saqlasa va yeriga bo'ysunsa, uningga jannatning xohlagan eshiklaridan kirgan deyildi. Bu hadisdan ayal kishi namoz o'qib, ro'za tutib, o'zini pak saqlab, ya'ni yerdan boshqa er kishiga qarmay, eriga itoat qilsa, jannatga kiradi. Mana shundala oyatda tilga ilingan yaxshi ayol bo'la oladi. Yana bu hadisga qarab baqayli. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Ayollarning eng yaxshisi qarsang seni xushal qiladigan, ishqi buyursang sana bo'ysunadigan, uning qishida bo'lmasang o'zini va mol-mulklaringni saqlaydigan ayoldir. Mana bu haqiqiy musulmon ayolda tepildigan sifatdir. 8. Ana qizida tirishchanlik odatini yetildirish uchun uni kichigidan boshlabla tamoq etish, qochquchilarni yuvish, dasturxon tayyorlash, uy tozalash degandek oila ishlariga odatlantirishi lozim. Shunday qilganda qiz kelgusidagi uyining ishlarini joyida o'rindab ma'olaydi va oila ishlariga o'rinliq qilmaydi. 9. Balalarni maktabga mengishdan burun uyg'otish. Ularga nashchilik tayyorlash, kiyim-kechaklarini kiyishiga, somkalarni ratlashiga yordam berish, maktabga atiganda yo'lga selish, maktabdan qaytib kelganda ularni xush chiroy qarshi olish, ularga dars muzokara qilib berish degandek ishlarning hammasi qiziga alohida ta'sir qiladi va kelgusida shu qizda namoyon bo'ladi. 10. Ana balalarni ziyonliq narsalardan yiroqlashtirib, foydali ishlarga davomli targ'ib qilib turishi lozim. 11. Ana qizlarga pecheni prənik selish, tikkuchilik kasblariga o'xshash oilaga munosabatlik biror kasbni o'rgatishi intayin muhim. Ana kunlarning birida iqtisodiy qiyinchilikqa uchrab, yo'ldoshiga yordam bermoqchi bo'lsa, ig'ir jafoliq ishlarni qilishning o'rniga uyda o'ltirib, o'z kasbi orqali yo'ldoshining iqtisodiy qiyinchiligiga oz-to'la yordamda bo'la olishi mumkin. Allah hamma onalarni qizlarga o'lgu bo'lib, kelgusida yaramliq farzandlarni tarbiyaligili nasib qilsin. Xadija, Aisha, Fatima onalarimizni o'lgu qilib, shularning yo'ldan mangdigan onalarimizni ko'paytib bersin. Amin.